Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari. Mana yana bugun o'zimizni xonadondan jaydari buqalarimizni olganimizga 1 oy 2 kun bo'pti. Yana bir video qilaylik dedik. O'zgarishlarni o'lchab netib qo'ydik. Xudo xolasa yaxshi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga YouTube ishqibozlari. Shu jaydari mollarimiz hozir qanchalik o'zgarganini aytamiz. Iltimos sizlardan like'larni bosib qo'yinglar-chi. Bu hamma like so'rayveradi. Bu like'larning foydasi nima bo'lar ekan? Kanalimizni rivojlanishiga foydasi bo'lsa ajab emas. Mana shu buqamizga kelsak, olganimizda bo'ylari 1.12 edi, uzunligi 1.15, ko'rak qafasi 1.45 bo'lgan ekan. Hozirda buni o'lchadim. Bo'yi 1.14, 2 sm, uzunligi ham 1.15 bo'lgan ekan, hozir 1.20, 5 sent uzayibdi. Ko'krak qafasiga kelsak, bu buqamiz 1.45 bo'lgan ekan, 1.50 bo'pti hozir. O'zgarish yaxshi. Mana kelgandagi oldingi videolarimizni ham ko'rsanglar bilinadi, junlari juda xiraydi, mana rang kirib yaltirashni boshladi xudo xolasa. Jaydarlar ham xudo xolasa o'zgarishi yaxshi. Mana buqamiz ham rosa bit bosganda olganimizda qashlanib turuvdi. Echenalarini qildik. Bu buqamizni bo'yi hisobda o'smabdi. Uzunligi ham o'sha bo'yi 1.20 edi. Menimcha, hozir yana bo'yini ko'raylikchi, necha sent yozgan ekanman. Bo'yi 1.20 bo'lgan ekan, hozir ham 1 sent 2 sent o'sibdi xolos, lekin uzunligi 1.35 bo'lgan ekan, hozir o'sha 1.35 uzunligi. Ko'rak qafasi buniki 1.54 bo'lgan ekan, hozir 1.60 bo'pti o'zi. Yaxshi. Bu ham 5 sent kengayibdi. Mana bu ham bitlari o'nib, yaltirab rang kirib qoldi. Bu eski o'zimizni qirg'iz buqadan kichigi qolganda. Bunga endi vaqti gap yo'q semirishga. Tayyor bo'lib qoldi. Bo'ylari buniki 1.25 ga chiqib, ko'krak qafasi 1 oy oldin 1.75 edi, hozir 1.83 bo'pti. Juda tez semiryapti. Bo'ylari ham chiqish boshlanib qoldi. Oz qoldi. Mana dumba solib qoldi bu. Buni yeyish ratsionlarini ham nima qilyapmiz endi yana bir kun video qilamiz. Hozir o'sish netishlari yaxshi. Jaydarlar ham xudo xolasa yaxshi o'zgaryapti. Bu jaydarimiz sentyabrning 13-sida tug'ilgan bo'ldi. Xudo xolasa bu 1 yoshi 3 oylik bo'ldi. Uzunligini qaranglar, nihoyatda uzun. Jaydari ham, oyoq qo'li ham stakan tuyoq. Zo'r. Ammo yuvoshligi kelganda ja sho'qidi. Hozir juda ishtahalar ochilib, o'rganib zo'r bo'lib qoldi. Hammasi yaxshi. Xudo xolasa bu jaydarni ham sinaymiz. Endi qirg'iz buqalarga yetadigani yo'q, haqiqatdan. Lekin qirg'iz buqalarni hamma bozorga borganlar, bilganlar biladi, o'ta qimmatlab ketdi, chegaralar bekilib. Bundan oldingi videolarimni ham, eski videolarimni ko'rsanglar, 10 talab boqqanman. Nihoyatda mana shu buqani ham masalan 6 oy oldin 9-may kuni 18 millionga, bo'yi 1.5 edi. Kichkina buzakni 18 millionga oldim. O'shanga buyili undan ham qimmatligini uchun buni oldingi videolarimdagi buqalarni sotganimdan o'rniga mashinani oldim. Mashina 18 million 700 ga olganman. Endi kattada hozir menimcha 320 kiloli buqa eng kamida. Hozir kalkulyatorga tushsam inshaalloh buni vesini ham chiqaraman. O'zining usullari bor, ko'paytirib, ayirib bo'ladigan. O'shani qilsa aniq vesi chiqib qoladi. O'shanga bir jaydari oldim, lekin gavdasiga qaraganda jaydarlar, o'zimiz jaydarlar ham arzon. O'shan hisobga sinovga oldim. Agar bular effekti yaxshi bo'lib, boshqa qirg'iz buqalarga o'xshab yaxshi, mana shu ratsionda boqsam, semirsa, xudo xolasa o'zimiz buqalarni ham boqamiz. O'zimiz buqalarni ham boqqanlar bo'lsa, kommentariyaga yozib yuboringlar-chi. Men haqiqatdan hali mening uyimda sigir boqmaganman, sigir tug'magan. Umuman jaydari mol boqmaganman. Jaydari mollar o'zimizni buqalarni birinchi marta olishim.
yeb ichishi mana qondilar oldingi videolarimni o'tib ko'rsanglar kanalimga chiqmay qo'ydi. Mana hozir bular qondilar ham ninozin chiqyapti. Lekin o'ta moninga o'xshab gum chiqmaydi. Nimaga? Bunga chiqish uchun mana qonni moninga o'xshab chiqish uchun bularni ichiga hali yog' olish kerak. Buni hali ichaklari bo'sh, hali yog' olmagan. Bular promo yayloqdan kelgan o'zimizni buqalarni olganman. Xudo xolasa yemlarimiz serob. Shu yemlarni yegizib basarlab olsak 100 qop yem bor. Hozir bir 90 qopmi qoldi shekilli. Shularni yesa bilinadi-da keyin effektini. Mana bo'yinlarni ham bu kichkinami ham sal bo'yni shakli yana bo'yni chiqishni boshlab qoldi. Yeb ichishi zo'r. Bu orada oma aytib qo'yam, mana shu 2 kun silyosdan gazlandi. Silyosni sovug'urgan, mana hozir silyosni ko'rsataman. Sovug'urgan silyos bosgandim. O'zimizni makkani mana. Mana shu silyosni xullas ko'lam bosdim. Silyosim mana eski yangi bosgan silyosim mana 5 mashinani ochmadim-da, hali buqalar oz yeydi deb. Mana yangi bosganimni bir haftadan o'tishiga katta ochdimda yegizib yubordim moli. Silyosni 1 oy tursin deganicha bor ekan, mana shu buqa tayyor bo'lmagan silyosdan gazlandi. Hasha yemay qo'yib, ertalab chiqsam qaltirab og'riq bo'lyapti. Bildim buni to'shni bu hashagini yemabdi. Eshikka olib chiqib yetalasam yugurmayapti. 15-20 kun bir joyda turgan mol jitirang'latish kerak. Bu qaltirab qopti. Keyin lep buni nima qildim? Silyosdan zaharlansa, buni olma sirkasi turibdi, hozir o'taman. Olma sirkasidan mana shu olma sirkasi agar silyosdan yeb zaharlansa, olma sirkasi mana aptekalarda, odam aptekalarida sotadi buni. Mashindan gideti mana shu buqaga 20 gram. O'zi mineral suv, chortoq suviga qo'shib ber degan vet apteka vrachlar, mol doktorlar. Men endi qilmadimmi, shoshildimda, shunday oddiy iliq suvga 20 grammi aralashtirib, yarim litr oshiqroq, 1 litrchaga shuni og'zidan ko'tarib mashina ichkizdim. Ertalab 1, kechqurun 1, ertasi kuni ertalab 3 marta ichirdim. Xudo xolasa ertasi kundan vaqtim bo'lmay ketdi. Xotinimga hashay bermay, quruq hashay sol desam, silyos olib qo'ygan, kechqurun kelsam silyos yeyishni boshlab qopti. Ertalabdan yaxshi bo'lib ketdi. Xudo xolasa. Mana hozir soat 9 bo'lgan bo'lsa mana. Uje ozgina hashay qopti. Mana bu jaydari ham yeb bo'pti hisobda. Bir tog'ora chirsiydi mana. Bu hozir abitga qolmay, yalab tozaladi. Mana qirg'iz buqaga gap yo'q. Bularning ishtahasi chegarasiz yeb basarlaydi. Xudo xolasa yaxshi. Molini taxta nimaga baylab qo'ydinglar desanglar, bu taxtani oyog'ini oxirdan chiqarib, oyog'ini o'sha oxirga tiqib oladigan odati bor ekan. O'shaning uchun taxtani baylab qo'ydim. Mana kechqurunga silyoslarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Bu haqida alohida bir kun video qilamiz. Sovuqlik uchun tayyorlab qo'yganmiz. Mana vitaminlarni berib turaman. Nimaga Novomix vitamin beradi degan bunga ham alohida video qilaman bir kun. Mana. Bu buqalar kelgandagi mana. Mana devor ko'ryapsizlarmi? Mana shu buqa bir kun ertalabgacha baylab qo'yib, bilmay qolib, mancha yeb qo'yibdi. Mana. Tevalargacha yeb qo'yibdi, suv olib qo'ygan joyimda. Vitamini kamligidan. Men o'zimiz jaydari buqalar, u yayloqda yurib vitamini yetarli bo'ladi deb o'ylayman. Qirg'iz buqalardan haqiqatan shunaqa bo'lardi. Xullas, endi bu haqida alohida video qilamiz. Shu yoqqacha ko'rganlar hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Tuzlarni osib qo'yganmiz. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar.